Ushbu video sizga foydali bo'lishi aniq. Oxirigacha tomosha qiling. Telefonni kechqurun quvvatga qo'yib uxlash sog'liqqa zarar, bateriya shishi va elektr xavfi bo'lishi mumkin. Eng to'g'risi, kun davomida quvvatlab olish. Kuniga 2 litr suv ichish immunitetni 30% kuchaytiradi, lekin sovuq suv emas, iliq suv foydaliroq. Har kuni 20 daqiqa piyoda yurish yurak kasalliklari xavfini 40% ga kamaytiradi. Limondagi C vitamini stressni kamaytiradi. Tongda iliq suvga limon solib ichish foydaliroq. Bitta olma bir chashka qahvadan ko'ra ko'proq uyquni qochiradi. Tunda uxlamasdan qolish miyaga 0,1% alkogol ichgandek ta'sir qiladi. Ko'p o'tirish chekishdan ham zararli. Shuning uchun har 1 soatda 5 daqiqa yurish kerak. Do'stlarga yaxshilik qilish inson kayfiyatini ko'taradi. Shuning uchun yaxshi gapirish ham dori. Agar ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, do'stingizga ham yuborib qo'ying hamda izohlarda fikringizni qoldiring va like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.